Ya, to'roningni qo'yag'ira, obedgacha uxlaysanlar, 6 soatli ro'za tutsanlar. Turib undan keyin iftorlikka harakat qilish. Hozir mana strelka manaqasiga tushirib sanchib qo'yaman. Bo'ldi, soat aka baqirmang turlaring. Oyna ochib, hozir ro'zam ochilib ketadi. Yurey! Sen ro'zamasmisan? To'g'risi, dori ichib-o'tdim-da, soat aka. Shu hammani kasallik mana shu ro'za kuniga to'g'ri keladi. Hamma shu kuni tabletka ichishing kerak. Shudachi, tutgan. Shudachi, tutgan. Shudachi. Seniki doim shunaqa, boru. Iftorligini yeymiz. Yana ro'timni. Mor yeyish mora. Mo sari bola pizzani yeyish. Ma bitta, ma ikkita, ma uchta. Ye, rahmat. Qani oling. Mana suv qurmoqlari bilan. Iftorlik mendan duo qilib qo'yishasanlar, ha? Bu qimmat emasmi soat aka? Yo, 3 ta pizza, suv qurmoqlari bilan mana 119 ming. Dastlabkasi Pekinacha. Soat aka, iftorlikka qancha qoldi? Ha, 5 daqiqa qoldi, mana. Sabr qilarsan? Sabr qil, 5 minut qoldi, sabr qil deyapman men senga. Qo'limni yema!